Assalomu alaykum, hurmatli treyderlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana Za Capital YouTube kanali. Bugungi videomizda jahonning top darajadagi treyderlari foydalanadigan savdo modeli, ya'ni entry modellari haqida gaplashamiz. Bu modellar asosiy ko'pchilik ishlatadigan model A+ setup, ya'ni A+ model. Bu model qanaqa bo'ladi? Ya'ni ushbu formatsiya shakllangandan keyin stop rate, ya'ni mana bu qizil nuqta stop losslarning yig'ilishi va yuqoridagi sariq chiziq market structure shift, ya'ni strukturani o'zgarishi, ya'ni sell yurib kelayotgan bozorni buyga qarab o'zgarishini inobatga olgan holatda savdoga kirish modeli hisoblanadi. Bu yoqda bizga kerak bo'ladi FVga e'tiborga olamiz. Asosiysi, birinchisi premium discount zonalari, ya'ni premium discount zonalarida discount zonaga narx tushganda savdo qilinadi va ushbu holatda birinchi e'tibor beradiganimiz FVga. Ikkinchi bizga kerak bo'ladigan narsa order block, ya'ni ushbu hududda bizda order block joylashgan bo'ladi. Order block joylashgan bo'ladi, ya'ni keyingisi bu hududdagi breaker block yoki buni mana bunaqa belgilaymiz. BB breaker block FVgini boshqa rang bilan belgilaymiz. Sal to'g'riroq qilib belgilaymiz FVga ajralib turishi uchun. Bundan keyin bizga kerak bo'ladigan PDRlarimiz, inobatga olinadigan PDRlarimiz optimal trade entry. Ya'ni optimal trade entryga tushgandan keyin yoki 0.5 zonadan pastga tushgandan keyin foydalanamiz va ushbu harakatdan keyin premium zonadan discount zonaga narx tushib kelgandan keyin biza entry qilib yuqoridagi buy site'largacha yoki o'ziga eng yaqin bo'lgan buy site'igacha savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu modelni bosqichma-bosqich tushuntiradigan bo'lsam, qanaqa aniqlanadi? Birinchi bo'lib bizaga stop rate kerak bo'ladi, ya'ni stop losslarni yig'ilish hududi, keyin market structure shift, oxirgi maksimumni tanasi bilan yangilashi va bu zonaga tushib kelishi. Birinchisi bizaga ushbu holatlardan, ya'ni ushbu PDRlardan 5 tasi bor, 5 tasidan 3 tasini ishlatib savdoga kirishimiz mumkin. Ya'ni 3 tasi shakllansagina savdoga kiradigan bo'lsa, bizani savdolarimizni win rate balandroq bo'ladi. Ya'ni ishlash koeffitsiyenti yuqori bo'ladi bu A+ setapda. Ya'ni masalan FVga zonamiz bor, bizda FVga shakllandi ushbu hududda, keyin premium discountimiz 100% bo'ladi. Premium discount har doim shakllanadi bozorda va keyingisi OTN ishlatib savdoga kirishimiz mumkin yoki FVga order block premium discount yoki breaker block premium discount OTN. Shularni ishlatib savdoga kirganimizda 3 tasini ishlatib savdoga kirsak, mana shu 5 ta entry modellaridan, entry instrumentlaridan 3 tasini ishlatib savdoga kiradigan bo'lsak, bizga A+ setup deyiladi. Ya'ni bu setup juda kuchli setup hisoblanadi va kamida 3 ta asos bilan savdoga kirishimiz ham savdoyimizni, zelkamizni foydali bo'lishiga bizga yordam beradi. Ya'ni bu yoqda qanaqa bo'ladi? FVga holatiga tushuntiradigan bo'lsam, FVga yetib keldi. FVgini buy holati uchun bu FVgini yuqorisida tanasi bilan yopilgandan keyin savdoga kiramiz. Order block bo'lsa ham shunaqa, order blockki yuqorisida tanasi bilan yopilgandan keyin. Breaker blockda ham xuddi shunaqa, OTN zonasida ham xuddi shunaqa 0.5 zonadan keyin faqat OTN o'zi bilan ishlamaymiz-ku biza. OTN ishlatishimiz uchun biza breaker block ishlatishimiz mumkin. Breaker block yuqorisida yopilsa, shunda OTN ham 0.5 dan yuqorida yopilgan bo'ladi. Endi premium discount o'zini yoki bitta ma'lum bir instrumentni ishlatmasligimizning sababi bizga сделкamizni savdoga kirishimiz uchun buy yoki sell knopkasini bosishimiz uchun asoslar ko'proq kerak. Bittasi bilan savdoga kiradigan bo'lsa, masalan, premium discount o'zi bilan savdoga kiradigan bo'lsa, discount zonasiga tushib keldi, ya'ni 0.5 zonadan pastga mana bu yashil zonaga tushib kelgandan keyin narx to'g'ridan to'g'ri savdoga kiradigan bo'lsa, bu pastda bizada o'sha yashil zonada FVga bo'lishi mumkin. O'sha FVga yashil zonada bo'lgandan keyin buni FVgini yuqorisida yopilishini kutmasdan to'g'ridan to'g'ri bu yo'lda savdoga kirganimizda birinchi yana bir marta manipulation qilish holati bo'lishi mumkin. O'sha holatlarni inobatga olgan holda biza kamida 3 ta
bu yoqda instrumentlarni ishlatgan holatda va uni ham ichida asoslar bilan savdoga kirishimiz kerak bo'ladi. Endi keyingi bozordan misollarga o'tamiz. Endi misollarni boshlaymiz. Bu bozor harakatida mana bu holatda stop losslarni yechilishi bo'lgan, ya'ni stop rate birinchisi. Endi structure shift kutamiz. Bu holatda mana ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda eng oxirgi minimumimiz yoki izini oladigan bo'lsak, minimumimiz buzildi. Buni sariq rang bilan belgilasa, structure shift. Tepada stop rate, endi structure shift. Xo'p, endi bu holatda premium discount zonalarini chiza olamiz. Bizda premium discount zonalarimiz bor. Premium discount zonadan keyin PDRlarni belgilay olamiz. PDRlarga birinchisi mana FVG zonamiz bor. Fair value gapni biz PDR sifatida ishlatishimiz mumkin. Undan keyin bo'lsa optimal trade entry, ya'ni 0.62 0.79 zonasi bizga bilasizlar optimal trade entry. Bozorni o'sha hududga chiqishini kutamiz. Mana o'sha hududga chiqishi bozorni bu holatda bozor nafs chiqqandan keyin FVGdan pastda yopilib beradi. Birinchi switchamiz entry qilish jarayoni qanaqa bo'ladi? FVGdan pastda yopilib bergandan keyin bo'lsa short position bizning o'sha short pozitsiyamiz. Stop lossimiz yuqorida. Take profitimiz 1/2. Birga 2 take profit bilan ishlaymiz, ya'ni mana bu holatda. Ko'rib turibsizlar, A+ setup bilan. Endi keyingi misolga o'tamiz. Ikkinchi misolni ko'rsataman. Bu holatda bizda London sessiyasini low nuqtasi bor, lekin umumiy yo'nalishimiz bullish, ya'ni o'suvchi trendda. O'suvchi trendda yurishidan oldin birinchi sell saytlarni tozalab, stop rate qilib keyin yurish kerak. Endi shu jarayonda 9:30 ochilishini kutamiz va 9:30 ochilishidagi va o'sha holatdagi bozor harakatini kutamiz. Ko'rib turibsizlar, birinchi bo'lib stop rate bo'ldi bozorda. Stop rate'dan keyin bo'lsa endi bu jarayonda stop rate bo'ldi. Stop rate'dan keyin endi structure shift kutamiz, ya'ni struktura o'zgarishini. Struktura o'zgarishi uchun bizga eng kamida mana bu holatdagi maksimum buzilishi kerak edi. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, structure shift bo'ldi. Ikkinchisi endi bizga maksimum minimum tasdiqlanishi kerak. Maksimum minimum tasdiqlangandan keyin premium va discount zonalarimizni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Bu shakllanish uchun bizga mana ko'rib turibsizlar, yana bizda premium discount zonalari shakllanishi uchun bozorda maksimum va minimum hududlar belgilab olindi. Maksimum va minimum hududlar belgilab olingandan keyin fair value gap zonamiz bor. Endi fair value gapni qanaqa belgilaymiz? Bunaqa belgilagandan keyin juda katta fair value gap bizada. Endi buni 50% ni belgilay olamiz. Shunaqa holat bo'lganda 50% ni belgilab sal 2x qilib belgilasa yaxshiroq ko'rinadi. Mana o'sha FVGimiz. FVGni 50% dan yuqoriga chiqqandan keyin biza bozorga entry uchun pozitsiya qarab ko'rsak bo'ladi. Switchamiz 50% dan yuqorida yopildi. Yuqorida yopilgandan keyin yana bitta switcha qaytib keldi. Ko'ramiz, bu switchani ham o'tkazib yuborgan holatda mana o'zi switchalarimiz yuqoriga harakatini boshladi. Endi bu holatda pozitsiyamizni olishimiz mumkin. Stop lossimiz shu holatda mana bu FVGni low'ida bo'ladi va take profitimiz bo'lsa har doimgidek 1/2.
1 ga 2 pozitsiyada take profitni qo'yamiz. Endi bu jarayonda hozir 3 ta narsani ishlatyapmiz qaranglar. Stop rate, ikkinchisi market structure shift, premium discount zonalari va PDRA hammasini ishlatyapmiz. Endi qo'yamiz bozorni bu holatda take profitga qanaqa jarayonda, qancha tezlikda boraverishini yoki stop lossga borishini. Ya'ni bir kun davomida сделка ochiq turdi. Lekin bizaga 1 ga 2 risk rewarddagi take profitimizni olib berdi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi bozorda, ya'ni сделкangizda take profit olishi har doim ham tez bo'lmaydi. Bir kun muddat ham juda katta muddat emas. Stop hunt bo'lishini kutib, keyinchalik strike shift kutamiz. Hozir birinchi kutadigan narsamiz bizani stop rate 9:30 dagi bozor harakati muhim bizaga. 9:30 da bozor ochildi va bu holat stop hunt bo'lishi mumkin. Qachongina bundan keyingi bo'ladigan holat strike shift bo'ladigan bo'lsa, ya'ni minimumimiz yangilanadigan bo'lsa. Bu yoqda minimumimiz yangilandi. Mana o'sha minimum, eng yaqin minimumimiz yangilandi. Bu holatda yangilangandan keyin endi premium discount zonalarini aniqlashimiz uchun bizga maksimum va minimumlar tasdiqlab berilgan bo'lishi kerak edi. Maksimum va minimumlarimiz tasdiqlab berildi. Undan keyin biz ham premium discount zonamizni chizib qo'yamiz. Hammaga tushunarli bo'lishi uchun, qanaqa holatda ishlayotganimizni ko'rsatish uchun. Endi bu holatda bizga PDRA'miz FVG zonasi edi. FVG zonasini to'ldirdi. Biz shu holatda o'zida savdoga kiramiz. Ya'ni bu yoqda hamma narsa bor bozorda: premium discount, PDRA, structure shift va A+ setup uchun kerakli bo'lgan hamma holatlarimiz yetarlicha. Endi shu jarayonda FVG ni to'ldirgandan keyin savdoga kiramiz. Bu yuqoridagi maksimumida va take profitimiz bo'lsa 1 ga 2. Take profitimiz olindi. Xuddi shunaqa qilib bozorda men bu yuqoridagi 4 ta qoidani belgilab olib, 9:30 dan keyin Nasdaqda ishlatsanglar A+ setupi va boshqa paralarda ham time and price ga asoslanib, ularning ham o'zini vaqtlari bor. Boshqa paralar uchun har bittasi uchun alohida hammasini ishlatadigan bo'lsanglar, xudo xolasa profitable trader bo'lishinglar uchun bitta savdo modeli o'zinglar agar traderlar savdo model qidirib yurgan bo'lsa, o'zinglar uchun bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga. Shu bilan